Assalomu alaykum. Qo'chqor baqaman deganlarga mana qo'chqorlarimiz keldi aka. Birinchi partiyasiga Xudo xolisa 10 dona mana. Hozir yetib keldi. Endi mashinadan tushdi jonivorlar. Hali bular charchovi ham chiqqan, asal o'ziga kelsin deb baqilyapman mana. Qiziqqanlarga Xudo xolisa 10 dona. Akalar hammasi katta, sifati zo'r, suyagi buzuq, katta bo'ladigan hammasi. Xudo xolisa qulog'i ham butun bo'ladi. Hammasini. Bir joyga olib qo'yib boqaman deganlarga ham zo'r. Yaxshilab boqaversa qurbonliqqacha 2 oy boqsa qo'yiladi o'sha qurbonlikda ham. Normalni pulga sotsa bo'ladi agar bir 2 oy boqib sotaman deganlarga. Qo'zi bular hali. Ichida bir dona bor kichkinaroq. Vallahi mana o'zi katta ketdi. Hozir keldim. Charchog'i chiqmagan ekanlar qo'ylar. Bir joyga olaman deganlarga dastlabki qilib beriladi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Bitta ikkita olaman deganlarga qilib berilaveradi. Bir joyga olaman deganlarga mashina 3.200.000 dan dastlabki qilib beraman. Bir joyga oladiganlar. Bitta ikkita olaman deganlarga pulisi bor, ularga dastlabki qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. 77lik 194 45 47.